Assalomu alaykum do'stlar. Metan Master yuzimizda bugungi mashinalarimizga birin-ketin metan va propan usturovka qilib bermoqdamiz. Birinchi mashinamiz Cobalt'imizga 90 talik bilan metan usturovka qilib berganmiz. Orqa qismiga qo'yilgan balonlarimiz ideal qilib joylashtirilgan. Ko'rishingiz mumkin poloboratlari bilan ideal qilib usturovka qilib berganmiz. Nexus 3 mashinamizga ham metan usturovka qilib bermoqdamiz. Bu mashinamizga 90 talik bilan ideal qilib joylab berganmiz. Oldi qismiga ketgan jihozlar bilan birin-ketin tanishtirib chiqaman. Cobalt mashinamizga Gofas 200 Polsha original miya qo'yganmiz. Injektorimiz Royal Italianskiy. Reduktorimiz AT12 Italianskiy reduktor bo'lgan. 4-pokoleniyada usturovka bo'lgan. Nexus 3 mashinamizga xuddi shu full komplektda usturovka qilib berganmiz. Bunga X reduktorimiz Gofas 200 Polsha original miyamiz, injektorimiz Royal Italianskiy bo'lmoqda. Cobalt mashinamizga esa 47 talik propan usturovka qilib bermoqdamiz. Bunga ham xuddi full komplektda usturovka bo'ladi. Va Spark mashinamizga 35 talik zapaskani joyiga tabletka bilan 4-pokoleniyada usturovka qilib bermoqdamiz. Kimga agar mana shunday full komplektda arzon sifatli metan usturovka xizmatlari kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Metan Masterga aloqaga chiqishingiz mumkin.